bitta narsada, что hayron qolaman. Самый tupizm narsa shunaqa darajada manipulyatsiya qilishgan, ya'ni o'sha tillarning o'rtasida tafovut yaratish, tillarning o'rtasida baland past mavqe yaratish uchun. Nima uchun? Agar logika bilan o'ylasak, tagiga borsak, til bitta narsani ifodalash uchun ishlatiladigan instrument, boshqa narsa emas. Faktiski men ham o'sha narsani qilyapman, ya'ni nimadirni ifodalash uchun o'zimning tilimdan foydalanyapman. Rus ham o'zining tilidan foydalanyapti, ingliz ham o'zining tilidan foydalanyapti. Ya'ni biz bitta narsani qilyapmiz. Okey. Nima uchun unda rus o'zbekchaga, o'zbek rusni oldida gapirsa uni pisand qilmaydi yoki inglizni oldida o'zini ozgina pastroq urovingda deb tasavvur qiladi. O'zbekistonda ham xuddi shunday kimdir tojikcha gapirsa, unga boshqa xil munosabatda o'zbekcha, ya'ni bitta narsani qilyapti. Bu juda ham tupizm narsa. Realniy bu tupoylik, ya'ni tolerantlik nol, ya'ni boshqa kishini tushunish, u o'zi tanlamagan, o'sha yerda tug'ilgan, o'sha shu tilda gapiradi. Yana o'zini yana bitta fakt, agar men rus bo'lganidan faxrlanib o'sha tilni gaplasha olishidan faxrlansa yoki ingliz tilini gapirganidan faxrlansa, ingliz bo'lganidan yoki toshkentlik bo'lganidan, vodiylik bo'lganidan farqi yo'q. U eng tupoy inson, ya'ni low IQ'si juda ham past inson, chunki hattoki o'zini g'ururlanishi uchun boshqa fakt topa bilmagandan faqat o'sha davlatlar ekanligi yoki o'sha tilda gaplasha olishini o'zicha zo'rman deb bilsa, ya'ni o'zida o'shandan boshqa fakt topib bilmagan shu haqida. What the fuck? Shundan boshqa fakt yo'q g'ururlanish uchun, o'zi hayotga hech narsani qilmagan, prosta o'sha yerda tug'ilgani, o'sha yerda tilda gapirgani uchun o'zini katta tutishi yoki o'zidan g'ururlanishi, bu самый low IQ, ya'ni tupoy insonning ishi.